Tak. Ten qismini tekshirdim, tenni oldim. Ten ketgan xullas. Multimetrda tekshirganda, Teslada tekshirgan paytda hech qanaqa qarshilik ko'rsatmayapti o'sha yetib kelgan. Tendan ketgan. Birinchi ehtimol. Ten ketgan ekan. Yana buni yengilab yana tekshirib ko'rish kerak. Qarang. Ten ketgan. Ko'rasizmi? Qoraygan joyini, mana shu qoraygan joyi ketgan bo'ladi. Mana shu keyin ishdan chiqqandan keyin isitmay qo'yadi. Keyin mana shundan to'klanadi, 220 tok keladi bunga. Suvga podключение bo'lgan paytda o'zidan tok chiqazib miyaga beradi. Miyaga berib o'sha ishdan chiqazadi, o'sha nosoz holatga kelib qoladi. Ishlash prinsipini, ishlash rejimini buzib yuboradi. Shu sabablardan bittasi shunaqa. Buni yengilash kerak, yengi qo'yiladi. Yengi qo'yilgandan keyin yana tekshirib ko'riladi ishlashi. Agar ishlab ketdi, bo'lmasa miyaga agar mabodo ta'sir qilgan bo'lsa, miyasini ham panellarni to'g'rilashga to'g'ri keladi. Lekin katta ehtimol bilan ko'pincha holatlarda mana shuni o'zi bilan hal bo'lib ketadi. Bu necha pul turadi o'zi? Tak qo'yib berishi bilan boya aytganimdek, tak 350 dan shu 450 gacha bo'ladi. O'zi tok o'tkazayotganda anaqa tegib ketsangiz tok urardi, anaqa mashinamizda. O'sha tendan mana shu o'tkazganda bu keyin ma'lumot uchun aytib ketay. Iloji boricha masalan cho'milayotganda kim bo'lishidan qat'iy nazar bolani cho'miltirasizlarmi yoki boshqa odamlar iloji boricha kir mashinani bitta vaqtda ishlatayotganda anaqa emas kerak, cho'milmas kerak. Mabodo shu ten shunaqa holatda nosoz bo'lib tok suvdan o'tib ketadigan bo'lsa, odamni cho'milayotgan odam tok uradi. Oddiy anaqa-da mana suv bak, to'g'rimi? Mana bu ko'ryapsizmi? Bu pastki qismi, barabarning pastki qismi. Bu tok ulanadi, to'g'rimi? Suv mana bundan o'tadi, mana bundan. To'g'rimi? Ulangan va podключение bitta, почти. Shundan ham tok uradi. Ariston o'sha suv isitgich bo'llari, keyin mana shunaqa holatlarda tok urishi mumkin. O'shaning uchun har doim shu ustani chaqirib yoki o'zingizlar o'rganib olgan holatda tekshirsanglar bo'ladi. Ustani chaqirib ko'rsatish kerak. Xavfsizlik uchun. Endi avvalroq unaqa bo'lmasin-ku. Endi o'sha xavfsizlik uchun qilib qo'yish kerak-da. Shunaqa. Hozir almashtirib berasizmi? Buni agar rozi bo'lsanglar, buni olib ketiladi. Shunaqa xuddi razmeridan topib kelinadi. Mana shuni o'zini ko'rsatmalari bor. O'sha ko'rsatmasi bo'yicha olib kelinadi-da. Keyin alishtiriladi. Keyin ichini ham ozgina tozalab olish kerak buni. Ko'ryapsizmi qanaqa yig'ilgan? Keyin ovutganda iloji boricha keyin yana o'zinglar uchun o'zinglar ham bilasizlar, yana eslatib qo'yaman. Kiyim sovutganda cho'ntagiga qarab solinglar, ichida tangi ketib qolishi mumkin, boshqa narsalar ketib qolishi mumkin. O'sha narsalarga qarashinglar kerak. Keyin mana shunaqa narsani tegi sal anaqali bo'ladi, nima? Plastmassa nimada? Rezinali bo'ladi. O'sha narsani iloji boricha yuvmanglar. Agar katta birda sochib yuborish mumkin, keyin pastga tiqilib, trubkaga tiqilib, keyin anaqa zabit bo'lib qoladi. Tiqilib qolish holatiga olib keladi. Uning uchun keyin ustani chaqirib pastdagi trubkasini yechib tozalashga to'g'ri keladi. Unga ham xarajat bo'lib qolishi mumkin. Keyin kiyimli kiyimingizda mana bitta anaqasi bo'ladi. Anaqasi nima? Qog'ozida qaysi gradusda yuvish kerak yoki qo'lda yuvish kerak yoki himchiska qilish kerak, o'sha holatda bo'ladi. O'shani ham qarab qo'yasizlar. Hozir sizlarga